Yaqinda ham bitta klientim kelyaptilar. Chiroyli, o'ziga qaragan, yosh, figurasi ham joyida, muomalasi, gap so'zi, hamma narsasi chotki, lekin kurs bilan addushi hamma narsani qonun qoidasi bilan o'tdilar-da. Bitta tanishim so'radilar. Sizdagi chiroyli, zdoroviy, hamma narsani vaqtida qilish uchun punktualniy bo'lib, mana shu kosmetologga vaqtida kelib, o'zimga qarash uchun nima qilishim kerak dedilar. Ajrashish kerak deb aytdi. Chunki u qiz ajrashgan ekan, tipa endi chuqurlashtirilgan variantda men bilmayman nima bo'lgan shaxsiy hayotlarida, lekin unaqa holatlar menda juda ham ko'p. Ko'pchilikni kuzatsanglar, uje hamma narsa datovo taqalib bo'lgandan keyin, hamma narsa uje bo'ladigani bo'lganidan keyin ko'plar mana shunaqa uje ajrimga borib, keyin o'zini eslab qoladi, keyin o'zini yaxshi ko'rishi, o'zini eshitishi, o'ziga vнимание qilishi, ko'proq investitsiyani o'ziga kirg'izishi boshlashadi. O'zi bu narsalarni kutmasdan turib, maslahatim o'zi oldinroq boshlash kerak. Bu degan bitta kosmetologga yo bitta salonga yuguringlar demoqchi emasman. Prosta o'zinglarni ozgina qadrlashi, o'zinglarni ham